Siz ham bolalikda o'yinchoq to'laxonani orzu qilganmisiz? Tasavvur qiling, shunaqa joy bor. Faqat u Koreyada. Kelaylik ichki bolamizni maza qildirib shu videoni ko'ramiz. Bu yer Kids Cafe deb ataladi va bolalarni olib kelgan har qanaqa ota-ona o'zini kamida 5 yoshdagi his qiladi. Har bir xonada rang-barang o'yinchoqlar, mayda detalligacha to'ldirilgan burchaklar, jismoniy harakat uchun har qanaqa attraksionlar va har safar Zayn bilan Zakini Kids Cafe'ga olib borsak, ichimdagi bolacha farangiz uyg'onadi. Ularga qo'shilib sakrayman, o'yinchoq tanlab o'ynayman, poyezdga chiqaman, sirpanchiq uchaman, kofe, sokla, shirinliklar yeyman va eng zo'ri, hamma puli oilaning dadasi to'laganda sezmayman ham. Bolali paytimizdagi. Qizlar, hammamiz ham kecha kichkinagina qizaloq edik. Bugun esa to'polonchi o'g'il va qizlarning onasimiz. Siz bilan gaplashguncha o'ynatib, charchatib, uxlatib olib chiqib ham ketdik kafeshkadan. Xullas, bu 3 soatlik bayram bizga $40 tushdi. Menimcha 4 kishilik oila uchun va shuncha emotsiya uchun bu qimmatmasa? Aytgancha, menga tez podpiska qilib oling. Zo'r joylarga hali birga ko'p boramiz.